Psixologiyaga kuchli depressiv holat bilan va qo'rquvlar bilan kirib kelganman. O'zingiz vrach bo'lib turib, qanaqa qilib mana shu chuqur depressiv holatgacha o'zingizni olib bordingiz? Psixologiyaga borib navbatda turganimda mana shu dard bilan kasallangan bemorlarni holatini tasavvur qilganman. Hammani ham uni holatini biz his qila olmaymiz-ku, tushunmaymiz. Lekin aynan o'zingiz mana shu dardni ichida bo'lib, uni tanangizda o'tkazganingizdan keyingina insonlarni tushunarkansiz. Assalomu alaykum azizlarim. Biz sizlarni Giza markazini eng kuchli kuratorlari bilan tanishtirishni davom ettiramiz va men mamnunlik bilan, o'zgacha mehr bilan ajoyib inson bilan sizlarni tanishtirmoqchiman. Nigora Abdusalomovna. Marhamat. Assalomu alaykum. Ismim Nigora Abdusalomovna. Vrach, psixolog, psixoterapevtman, ammo psixologiyaga kirib kelishdan oldin davolovchi shifokor sifatida, shifokor pulmonolog sifatida faoliyat olib borganman. 2013-yilda Toshkent tibbiyot akademiyasini davolash ishi fakultetini tugallatganman va ordinatura yo'nalishi bo'yicha pulmonologiya yo'nalishida tahsil olib, 10 yildan oshiq aynan pulmonolog shifokori sifatida faoliyat olib borganman. Oilali 2 nafar farzandni onasiman. Oliy toifali vrachda, tibbiyot xodimi nima sizni majbur qildi psixologiyaga kirib kelishingizga? Tibbiyot xodimi bo'lsam ham o'zimni qiynaydigan holatlar bo'lgan. Bu meni qo'rquvlarim. Ichki holat. Ichki holatim psixologiyaga kuchli depressiv holat bilan va qo'rquvlar bilan kirib kelganman. Mana o'zingiz vrach bo'lib turib, qanaqa qilib mana shu chuqur depressiv holatgacha o'zingizni olib bordingiz? Go'yoki mana hamma narsa tushunarli, anatomiya tushunarli siz uchun, muolajalar tushunarli, o'zingiz o'zingizga diagnoz qo'ya olasiz, o'zingizga dorilar berib, tibbiyot xodimlari, vrachlar o'zini chiqarib ola oladi-ku go'yoki. Go'yoki va tibbiyot xodimlari orasida shunaqa gap bor, sapochnik без сапогов degan. Mana shu shiorga rioya qilgan holatda yashaganman. Ya'ni sog'lig'ingiz bilan ham muammo bo'lgan. Albatta, sog'ligim bilan ham muammo bo'lgan va endi bu shifokorlarga xos bo'lgan xususiyat deb u qadar e'tibor bermaganman. Lekin 2017-yilda hayotimda shunaqa kuchli yo'qotish bo'lgan, yaqin insonimni yo'qotganimdan keyin menda sekin astalik bilan depressiya holati boshlandi. Va bu tanangizga qanday ta'sir qildi? Bu tanamda birinchidan menda qo'rquvlarni ko'tarilishiga sabab bo'ldi, fobiyaga aylandi bora-bora va vaqti bilan fobiyaga atakalarga olib bordi. Keyinchalik jigarimda muammo aniqlandi. Shunga e'tibor bermoqchi edim. Jigaringizda qanaqa muammo bilan kelganingiz? Gepatit B tashxisi qo'yildi jigarimda. Fibroz kistoz mastopatiyalar aniqlandi. Onkologiyaga borib, navbatda turganimda mana shu dard bilan kasallangan bemorlarni holatini tasavvur qilganman. Ya'ni o'zimda kechirganman. Shifokor bo'lib ishlash bu o'zing boshidan o'tkazgandan boshqacharoq holatda. Shifokor bo'lib ishlaganda bemorlar bilan ularga imkon qadar biz sovuqqon munosabatda bo'lishga harakat qilamiz. Lekin hammani ham uni holatini biz his qila olmaymiz-ku, tushunmaymiz. Lekin aynan o'zingiz mana shu dardni ichida bo'lib, uni tanangizda o'tkazganingizdan keyingina insonlarni tushunarkansiz. Xo'p, shu medik, ya'ni aniq fanlar, aniq bir nima deydi, qoidalarga rioya qilgan inson, ya'ni fanga asoslangan inson qanday qilib imенно psixologiyaga murojaat, psixologga murojaat qilish kerakligini bildingiz? Nima uchun murojaat qilish kerak dedingiz? Men to'g'risi mana o'z e'tiborsiz tibbiyot xodimi haqiqatda biza aniq fan, aniq konkret va shifokorlarga murojaat qilganman. Juda ham ko'p davolar olganman. Dori-darmon, tekshiruv, qanday tekshiruv bo'lsa, mavjud bo'lsa, hammasini o'tganman. Qanday dori-darmonni yozib berishsa, hammasini qabul qilganman. Lekin mana shu davo muolajalarim doim vaqtinchalik bo'lib qolardi. Bir oy yaxshiman, ikkinchi oy yana shu ahvol. 3 oy dori ichaman, yaxshiman, 4-5-oydan holatim 2 baravar, 3 baravarga og'irlashib qolardi. Tuzalishni o'rniga orqaga ketishi boshladim.
man tushunmaganman nima sababdan bunaqa holat bo'lyapti va bir kuni kursdoshim bilan, hamkasb kursdoshim bilan gaplashib o'tirganimizda, Nigor, siz bir Valeriy Sinelnikovni Dardingni sev kitobini o'qib ko'rgin. Nargiz opa, bizaga hatya tibbiyot institutida tibbiy psixologiya o'tiladi. Lekin biza shifokor bo'lib shu darajada insonni faqatgina a'zosi bilan ishlashga o'rganib qolganmizda, uni ruhiy holati ikkinchi darajali, uchinchi darajali. Mana shu kitobni tavsiya qilgandan keyin men o'qib ko'rganman-da va keyin tushunganmanki, demak bu yerda men nafaqat tanam bilan, balki ichki holatim bilan ham ishlashim kerak ekan. Shu kitob turtki bo'lgan. Kitob turtki bo'ldi. Mana shu kursdoshim turtki bo'ldi. Men sekin astalik bilan psixologiyani o'qishni boshladim va sizni topdim. Nechinchi yilda ko'rishganmiz? Nechinchi yil kirib keldingiz? Biza 21-yilda 21-yilda kirib kelganman prof kursda. O'shanda ham esingizda bo'lsa, juda ham bir tushkun holatda. Ajoyib holatda edi. Tushkun holatda rasmni do poslisini qo'ysa, вообще zo'r bo'ladi. Iloj bo'lsa ko'rsatamiz bularni. Da. 21-yilda kirib kelganman. Nigorada o'qishimiz, ishlashimiz davomida shunaqa bir narsa kuzatilardi-da. Har bitta ajoyibda, har bitta insonning hayoti o'zgarishlar bo'lyapti, sezyapti, tan olmaydi-da. Yo'q, bu meditsina bilan isbotlanmagan. Yo'q, bu aniq faktga isbot. Baraka topib ko'r, jigar yaxshimi? Yaxshi. Fermentlar joyidami? Tanada o'zgarish bormi? Shunchalar qabul qilish qiyin bo'lgan menga. Sizni o'sha gapingizni ham qabul qila olmaganman. Vrachlarni sindirish qiyin deganingizni. Endi chunki biz mana shuncha yil ta'lim, shuncha yil mehnatim qayerga ketadi? Mehnat qayerga ketadi? Shuncha yil o'qiganim, o'rganganim, bemorlar bilan ishlaganim qayerga ketadi? Tan olishim qiyin bo'lgan bu narsani. Sindingizmi? Sindim, tan oldim. Chunki haqiqatda mana o'sha esingizdami, xursand bo'lib kelgandim. Nargiz opa, gepatit B virusi отрицательный chiqdi qonimda. Inkor etildi. Bu juda ham men uchun katta natija bo'lgan. Keyin mana shunaqa holatlardan keyin tan oldim. Zo'r. Nigora, mana shu o'z ustingizda ishlash jarayonida ham ruhan, qalban, ya'ni fobiyalar, ishonchsizlik, qo'rquvlar, eng asosiysi mana Nigorani eng kuchli tomoni o'lim qo'rquvi bilan ishlash, o'tganlarni, vafot etganlarni qo'yib yuborish, mana shu quvvatni o'ziga qaytarish, depressiyadan chiqib ketish, mana shu Nigorani eng kuchli tomoni, chunki o'zi mana shu yo'llarni o'zlari bosib o'tdilar va mana shu narsani tanaga ta'siri. Endi bularni ham medik, ham psixolog bo'lganlari ikki tomonlama uyg'unlashgan holda hozirgi kunda psixosomatika bo'yicha eng zo'r natijalar berayotgan mutaxassis sifatida sizni tan olaman va mana shunday tanishtira olaman. Aytmoqchimanki, mana shu jarayonda eng kuchli anglagan narsangiz, eng kuchli tushungan narsangiz nima bo'ldi? Shu jarayonda eng kuchli tushungan narsam, Nargiz opa, men qo'rqmaslikni o'rgandim. Kasalliklarni tan olishni o'rgandim, qabul qilishni. Menda o'sha o'lim qo'rquvi ham bor edi, ipokondriyalar, mana tibbiyotda bu narsa juda insonlarda keng bu narsa, kasal bo'lib qolishdan qo'rquv. Men o'zimda ham mana medik bo'lsam ham, lekin kasal bo'lib qolishdan menda juda ham katta qo'rquv bo'lardi va men psixologiyada o'qiganimdan keyin, o'z ustimda ishlaganimdan keyin kasalliklarni tan olishni o'rgandim, ulardan qo'rqmaslikni va bugun ayta olaman, eng katta natijam kasalliklardan qo'rqmaslik. Hozirgi kunda sizni kuchli tomoningiz nimada? Aynan insonlar bilan psixolog sifatida ishlaganingizda. Psixolog sifatida ishlaganimda insonlarga aslida ularni tanasidagi holat bu ularga zarar, ziyon yetkazish uchun emas, ularni o'ldirish uchun emas. Odatda biz nimadan qo'rqamiz? Kasal bo'lib qolsam nimadirlar bo'ladi va oxirida o'lib qolaman. Mana shu narsalar emas. Qo'rqmang, xavotir olmang. Aslida har bir jarayon tuzaladi. Faqatgina inson mana shularga ishonib, o'zini ichki holatini isloh qila olsa, har qanday vaziyatdan chiqishi mumkinligini insonlarga yetkaza olaman. Demak, o'sha kasallikni sababini yetkaza olasiz, ruhiy sabablarni, psixologik sabablarni ochib bera olasiz va shu orqali ularning holati o'zgaradi. Holat o'zgarganidan keyin tanasi o'zgaradi. Kasalliklarni mana ruhiy holatda qanaqa jarayonni kechishi, uni tanasida qanaqa jarayonlarga olib borishini qisqa holatlar bilan tushuntirib yetkaza olaman.
Zo'r. Chunki endi boya aytganingizdek, mani plyus tomonim tibbiy tomonlama ham bilimimni borligi. Har bitta organni qanaqa ishlashi, uni biologik vazifasi nimadan iboratligini bilgan holatda qaysi a'zoda qanaqa jarayon kechayotganligini uni ruhiy holati bilan bog'lab ochib bera olaman. Zo'r. Hozirgi kunda erishgan natijalaringiz. Nimadan xursandsiz buncha hozir? Hayotdan xursandman, yashayotganimdan xursandman. Yana Hamma narsadan xursandman. nimalarga erishdingiz? Erishganlarim juda ham ko'p. Hozir mana siz bilan gaplashib o'tirib, o'sha sizga chon kelgan vaqtlarimni va umuman psixologiyada o'qish jarayonida hal qilgan masalalarimni eslayapman. Ancha narsani ko'rib, ancha yo'lni bosib o'tgan ekanman. Yo'lni bosib o'tdik-da, juda ham o'ziga yarasha zo'r mashaqqatli. mashaqqatli yo'lni va qiziqarli shu bilan birgalikda yo'lni bosib o'tibman. Men o'z ustimda ishlashim nafaqat menga ta'sir o'tkazdi, bu turmush o'rtog'imni faoliyatlariga, farzandlarim muvaffaqiyatlari, turmush o'rtog'imni, Allohga shukr, farzandlarimni muvaffaqiyatlari va oilada mana shu er-xotin munosabatlarimizni yana ham mustahkamlanib, chiroyli bosqichga chiqishiga erisha oldim. Demak, bu har tomonlama sizga Har yordam berdi. tomonlama. Ota-onam bilan munosabatlarim yaxshilanishi, qaynona-qaynatam bilan, umuman atrofimdagilar bilan munosabatlarimni yana ham chiroylashiga olib keldi. Hozir mana sizdan gaplashyapman, his qilyapman. Bemalolsiz, erkinsiz, xotirjamsiz. Ichingizda tinchlik borligini, sokinlik borligini his qilyapman. Zo'r. Xursandman. Rahmat. Biz birgamiz. Inshaalloh. Bu shiorimizga aylanib qoldi. Xursandman birgaligimizdan. Xursandman faoliyatimiz hamkorlikda davom etayotganidan, qadriyatlarimiz to'g'ri kelganidan va sizdan aynan psixosomatika yo'nalishida tibbiyotda bir yangiliklar, tibbiyotda bir umuman o'zgacha yondashuvlar Xudo xolasa. va bu nafaqat bitta bir shaxs, bir insonlarga alohida yordam beramiz, lekin bu masshtabniy bir kengroq bir ko'rinishda namoyon bo'lishini kutib qolaman. Va bunda o'z hissangizni qo'shishingizni juda ham xohlagan bo'lardim. Xudo xolasa. Sizga ham rahmat ishonch uchun. Biz birgamiz. Biz birgamiz. Rahmat. Rahmat.